Aziz hörmetli qarindoshlar, biz bugun Sunan Abi Davud hadis kitobini darslik qilib, 12-bob 23-hadisga keldik. Amsa darsni boshlab ketaylik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Babul bawli qa'iman. 12-bob o'ri turib tarat qilishning hukmi to'g'risida. An Huzayfa qala أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. Huzayfa radıyallahu anhu mundaq degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qavmning axlat töküş o'rniga kelib, o'ri turib tarat qildi. Ondan su elib kelishni talab qildi. Su elib kelingandan keyin tahorat elib ikki o'tikiga masx qildi. Huzayfa radıyallahu anhu mundaq deydi. Men Peygamber aleyhissalamdan nerirak yerga ketishga tamshilib edim. Peygamber aleyhissalam meni chaqirib, "Ey Huzayfa, meni to'sib turgin" dedi. Hatta men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning so'nchiqining yanida turdim. Sahih hadis. Hadisdagi ba'zi so'zlarning ma'nosi. Subatatun axlat töküş o'rni, axlat chava ma'nosida. Bu hadisdagi da'a so'zi elib kelishni talab qildi ma'nosida. Da'a so'zining yana duo qildi, da'vat qildi, chaqirdi, iltijo qildi degan ma'nolarmi ham bor. Aqibun arab tilida sonchoq tafon ma'nosida. Qarindoshlar, endi biz bu hadisning muhim nuqtalarini tushunaylik. Birinchi, bu hadisda deyilgan axlat töküş o'rni shu yerdagi oilliklar qurusining atrofida bo'ladigan axlat töküş o'rni bo'lib, kichik tarat qilg'uchiga suydagi chachirmaydigan darajada yumshoq o'rin edi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalomning o'ri turib kichik tarat qilganligi, o'ri turib kichik tarat qilishning ruxsat ekanligini yoki Payg'ambar alayhissalom o'ltirib tarat qilishga o'rin topolmaganligi uchun shunga o'ri turib kichik tarat qilgan deganni bildirdi. Yana bir qarashda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu vaqtda tizining ichi tarafida jarohat bo'lganligi sababli o'ltirib tarat qilishga qodir bo'la olmagan deyiladi. Bu haqdagi hadisni Hakim va Bayhaqi Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan bo'lib, u hadisni Darqutni va Bayhaqi zaif hadis degan. Yana bir qarashda Shafi'i va Ahmad rahimahumulloh mundaq degan. Arablar o'ri turib kichik tarat qilish orqali o'mirtqa og'riqidan xalos topmoqchi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomning o'ri turib kichik tarat qilishi shu sababdan bo'lgan bo'lishi mumkin. 3. Bu qarashlar ichidagi kuchli qarash, bu hadis zurriyat tepilsa va suydik kiyimiga chachrashdan saqlanalsa, o'ri turib seyishning ruxsat ekanligini bildirdi. Payg'ambar alayhissalom o'ltirib kichik tarat qiladi. Zurriyat tepilsa, o'ri turib kichik tarat qiladi degan qarashdir. 4. Zurriyat bo'lsa va kiyimiga suydik chachrab ketishdan saqlanalsa, o'ri turib kichik tarat qilsa ruxsatdir. Chunki Ömer, Ali va Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhumlarning zurriyat bo'lib qolib, o'ri turib kichik tarat qilganligi rivoyat qilinadi. Babun fir rajuli yabulu bil-layl fil ina'i thumma yada'uhu 'indahu. 13-bob kechida qachiga kichik tarat qilib, uni qeshida qo'yib qo'ygan kishi to'g'risida. An Hukaymata binti Umaymata binti Ruqayqata an ummiha annaha qalat kana lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qadahun min 'aydanin tahta saririhi yabulu fihi bil-layl. Hukayma binti Ruqayqa radhiyallohu anha onasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning karvatining ostida xurma yog'ochidan o'yib yasalgan bir dona qachi bo'lib, kechida uningga kichik tarat qiladi. Hasan sahih hadis. Bu hadisdagi qadahun so'zi suv va shuning o'xshash narsalar ichiladigan qacha ma'nosida. Aydanun bo'lsa, aydanatun so'zining ko'plik shakli bo'lib,
üstidan ostig'icha shoxdan xoli egiz xurmo yog'ichi degan ma'noda. Bu hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, bu hadisning sahih yoki zaifligi haqida ba'zi so'zlar bo'lib, bu hadisning hasan hadis ekanligini Buxoriy va Muslimning ikki sahih kitobida Aswad radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Payg'ambar alayhissalomning kichik tarat qilish uchun misdan yasalgan bir qacha ilib kelish talab qilindi degan hadis ta'kidlaydi. Ikkinchi, bu ahvol Payg'ambar alayhissalom kesal vaqtida yuz bergan. Babul mavadi'illati nahan nabiy sallallohu alayhi va sallam anil bawl fiha. 14-bab Payg'ambar alayhissalom kishilarni tarat qilishdan cheklagan o'rinlar to'g'risida. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahabelarga la'nat qilinishga sabab bo'ladigan ikki ishdan saqlaninglar dedi. Sahabelar: "Ey Allohning elchisi, la'nat qilinishga sabab bo'ladigan ikki ish qaysi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Kishilarning o'tish yo'liga yoki soyidash o'rniga tarat qilgan ish" dedi. Sahih hadis. Sahih hadis. Al-la'inan kishilarning la'nat qilishiga sabab bo'ladigan ikki ish ma'nosida kelgan. Bu hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, kishilar o'tadigan o'ringa cho'ng tarat bo'lsin yo kichik tarat bo'lsin, tarat qilish haromdir. Chunki kishilar o'tadigan o'rinlarga cho'ng kichik tarat qilish ularga aziyat berganlik hisoblanadi. Hamda u yerni o'tganlarga nijosat yo'qishiga elib boradi. Ba'zi olimlar hadisga tarat qilishdan cho'ng tarat qilish maqsad qilinadi. Kishilar o'tib turadigan yo'lga cho'ng tarat qilish harom, ammo kichik tarat qilish harom emas deb qaragan. Lekin to'g'ri bo'lgan qarash kishilar o'tib turadigan yo'lga cho'ng kichik tarat qilish cheklanadi degan qarashdir. Chunki o'tish yo'liga qilingan cho'ng tarat bo'lsin yo kichik tarat bo'lsin, har ikkisida kishilar aziyat tortadi. Ikkinchi, bu hadisdagi yo'ldan kishilar mangmaydigan tashlandiq yo'l emas, balki kishilar davomli o'tib turadigan yo'l maqsad qilinadi. Üçüncü, her qandaq sayılık o'ringa tarat qilish haram deyilmaydi. Chunki Payg'ambar alayhissalatu vassalam qo'yiq xurma daraxtlar bor bo'lgan bir o'rindagi bir xurma daraxti ostida tarat qilgan. O xurma daraxtining osti kishilarning saydash o'rni emas edi. An Muaz ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alayhi vasallam ittaqul mala'ina thalatha البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Suv elishga boradigan yo'lga tarat qilish, yo'lning o'ttirisi va saydash o'rniga cho'ng kichik tarat qilishdan iborat 3 la'natga duchor bo'lish o'rinlaridan saqlaninglar. Hadisdagi ba'zi so'zlarning ma'nolari. Al-mala'inu so'zi arab tilida mal'anatun so'zining ko'pligi bo'lib, la'natga duchor bo'lish o'rinlari degan ma'noda. Al-baraza cho'ng kichik tarat qilish ma'nosida. Al-mawaridu so'zi mawridun so'zining ko'pligi bo'lib, suv elishga boradigan yo'l, suv ichish o'rni, manba, buloq degan ma'nolarni bildiradi. Qari'atun kishilar putlari va kashlari bilan qoqquchi, ya'ni o'tkichi degan ma'noda bo'lib, hadisda yo'lning o'ttirisi ma'nosida kelgan. Qari'atut tariq degan jumlada sifatlanguvchiga qo'shilgan bo'lib, at-tariqatul maqru'atu o'rilgan, ya'ni o'tildigan yo'l, ya'ni yo'lning o'ttirisi ma'nosida kelgan. Bu hadisdagi muhim nuqtalar. Birinchi, bu hadisda ustidagi hadisdagi kishilarning o'tish yo'liga yoki saydash o'rniga tarat qilish hadisiga kishilar suv elishga boradigan yo'lga tarat qilish degan jumla qo'shilgan. Bu ishlarning hammasi kishilarning la'nat qilishiga, tarat qilg'uvchini kishilarning tillashiga elib borganlik uchun bu ishlarni qilishdan saqlanish lozim.
qattiq zurriyat bo'lib qilib kishilar o'tadigan yo'lga tarat qilib qolgan odam uni pokiz tozalab etishi lozim. Yo'l ustidagi musulmonlarga aziyat beradigan ganda va shuning o'xshash narsalarni yo'ldan tozalab elib etish iymon jumlasidandir. Aziz, hurmatli qarindoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashadi. Yana bir darsgacha aman bo'lgaysizlar. Hammanglarni Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz, hurmatli